xotining yaxshi bo'lsa sen ham yaxshi bo'l degan qoida yo'qda. Ering senga yaxshi muomala qilyaptimi, sen ham unga yaxshi, yomon qilyaptimi, sen ham unga e'tibor qilma degan qoida yo'qda. Buniki alohida vazifa, buniki alohida vazifa. Shu o'rinda bitta qariyani hikoyasini aytib o'taylik. Yosh katta qariya odam uydan chiqqan vaqtida velosipedchi bilan to'qnashadi, urib ketadi, lat yeydi, xullas tezda uni больницаga borishadi. Qariya halagani shoshilaveradi, tezroq bo'linglar, ketishim kerak. To'xtang, o'zingizni bosib oling, xo'p, ko'ramiz, bog'laymiz, keyin qo'yib yuboramiz degan paytda mana xotinim kutyapti, kampirim kutyapti, bormasam bo'lmaydi. O'zi xotiningiz qayerda? Ayting, biz qo'ng'iroq qilib ogohlantiramiz degan vaqtda, yo'q, u qo'ng'iroq qilsangiz ham baribir tushunmaydi vaziyatni. Nimaga desa, chunki uni xotirasi ketgan. Tем более xotirasi ketgan bo'lsa, ruhiyati joyida bo'lmasa, u sizdan xafa ham bo'lmas ekan-ku. Desa to'g'ri, u meni eslamaydi, lekin men uni eslayman-ku. U meni kimligimni bilmasa ham, men uni kim ekanligini bilaman-ku. U meni eslamagan, meni vazifalarim hali kamayib qolmagan-ku degan mazmunda javob beradi va bu zo'r aslida. Bizda yomon narsa какой привет, такой ответ. Qanaqa salom bersa, biz shunaqa alik olamiz. Yo'q. U salomiga yarasha o'zi javob beradi, biz aligimizga o'zimiz javob beramiz.